O'zbekistonda hozir shunga o'xshagan kameralar ko'plab sotilyapti. Ko'pchilik olib uyiga ham o'rnatgan. Ya'ni bir ko'zlik, o'ziga flash karta tushadi, Wi-Fi'li, sim kartali, bir ko'zlik, ikki ko'zlik, uch ko'zlik. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, bu ikki ko'zligi. Xo'p, bu kamera agar svet o'chib qoladigan bo'lsa, xotirasiga yozmaydi. Shu muammosi bor, bunga yechim bor. Shunga biz UPS yasab O'zbekiston turli joylariga hozir tarqatyapmiz. Ya'ni bu UPS Wi-Fi routerga ham ulab qo'ysangiz bo'laveradi, kameraga ham ulab qo'ysangiz bo'laveradi. Ulanishini men hozir tushuntirib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar, hozir telefonga ulangan, hozir ishlab turibdi mana. Qo'limni qimirlatyapman. Ulanishi qanday? Mana rozetkaga suqilgan hozir mana. Hammasida mana shunga o'xshagan blok pitaniyasi bo'ladi kameralarda. Blok pitaniyadan kelib mana kameradan ikki qarich kabel chiqqan, shunga ulangan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, o'sha mana kamera o'chdi. O'sha ishlamayapti. Endi ulanish qanday? Shu blok pitaniyadan kelayotgan kabel UPS ga ulanadi. UPS ulansa mana bu joyda qizil svet yonadi. Bu zaryad olayotganini bildiradi. Zaryad to'lgandan keyin o'chib qoladi. Ichida BMS plata bor, akkumulyatorlar uzib qo'yadi. Ishib ketish, qizib ketish, unaqa narsa bo'lmaydi. Endi UPS dan chiqqan bir qarich kabelni kameraga ulanadi. Ko'rib turibsizlar, hozir mana svet yondi, ishga tushishni boshladi kamera. Ishlayapti. Endi faraz qiling, svet o'chib qolsa ham ishlab turaveradi. Uzilish bo'lmaydi kamerada. Connecting. Please wait. UPS hozir joyiga qaytarib ulab qo'ydim. UPS ga pitaniya kabelini. Kamera hozir ishga tushyapti. Connect to router successfully. Ko'rishlaring mumkin. Kamera ishladi. Hozir ishlab turibdi. Mana hozir endi UPS sug'uraman. Ishlashda davom etib turaveradi. Uzilish bo'lmaydi umuman. Har doim yozib turadi kameralaring. Svet kelgan paytda bundan sarflanganda shu blok pitaniyani hisobiga zaryad olib turaveradi, primoy tok o'tib ketaveradi kameraga. UPS hisobiga ishlab turibdi hozir. Har doim ulanib turaveradi. Bir marta ulab qo'ysangiz bo'ldi. Ezvis brendidagi kameralarga ham tushaveradi bu UPS, ya'ni 1.5 amperli PTZ kameralari bor. Ezvis, Hikvision, mana shu rasmda ko'rib turgan kameralaringga bemalol olib o'rnatib qo'yaverasizlar o'zlaring. O'rnatilishi ham juda oson, hozir videoda ko'rsatdim, tushundilaring degan umiddaman. Kimga shunaqa Wi-Fi UPSlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston hamma joyiga BTS, UzPost orqali jo'natib beraman. 2 kun, 3 kun, ayrim joylarda Vodiy, Toshkentlarga bir kunda boryapti. Xuddi shunaqa kameralarda Type-C kabel yoki Android kabel tushadigan kameralar ham bor. Ularga ham esa beraveraman. Bu UPS aynan o'ziga flash karta tushadigan Wi-Fi'li, sim kartali kameralarga tushaveradi. Va Wi-Fi routerlarga ham tushaveradi.